Bugun sport faqat musobaqalar va ular ortidan keladigan oltin va kumush medallardan iborat emas, balki millat salomatligi, yoshlar tarbiyasi va hatto iqtisodiyotning muhim tarmog'i desak adashmaymiz. Yurtimizda minglab sport inshootlari barpo etildi. Millionlab yoshlar sportga jalb qilinmoqda va natijalar ham kutilganidek. Sportchilarimiz yuqori ko'rsatkichlarni qayd etishi uchun esa avvalo ularning salomatligi ko'ngildagiday bo'lishi muhim. Xo'sh, sportchilarimizni jismonan va ruhan xalqaro arenalarga tayyorlayotgan tibbiyot vakillari kimlar? Xayrli kun yaxshilar. Bugun dasturimizda biz ular bilan yaqindan tanishamiz va o'zimizni qiziqtirgan barcha savollarga javob olish uchun ularga gapiring deymiz. Assalomu alaykum. Eng kuchli shifokorlar aynan sport shifokorlari degan xalq ichida gap bor. Va ular panadagi qahramonlar aslida. Har bir sport shifokori birinchi navbatda o'z sportchisini yoddan bilish kerak. Mesela o'sha yerda sportchilarni tabaqalashtiramiz. Diqqat markazini birinchi navbatda inson turishi kerak. Uni salomatligi turishi kerak. Agar sog'lom kontingent bo'lsa, shuncha e'tibor nimaga kerak degan savol tug'iladi. Hamma joyda sportchi odam organizm bir xil, tibbiy nuqtai nazardan bitta obyekt hisoblanadi. Mana shunaqa jarohat olgan oddiy odam kamida bir haftada o'rnidan turadi-da. Shu sport shifokorlarini men sehrgarga o'xshataman. Sportchilarning musobaqalardagi natijalariga eng katta ta'sir qiluvchi tibbiy ko'rsatkichlar o'zi nimalardan iborat? Sportchini asosiy vazifasi nimadan iborat? Sportda yuqori natijaga erishishdir. Bu nafaqat murabbiyni sportchi bilan shug'ullanish bilan emas, balki sportchini jismoniy imkoniyati bilan bog'liq. Holati, imkoniyati. Jismoniy imkoniyati qachon yaxshi bo'ladi? Agar sportchi sog'lom bo'lsa. Sog'lom sportchi demak, unga yuklatilgan jismoniy yuklamani shunday bajarish kerakki, u sportchida noxushlik chaqirmasin. Masalan, yurak qon tomir tizimi faoliyatini kuchaytirib yubormasa, normadan oshirib yubormasa, qon bosimi ko'tarilib ketmasa, o'zida noxushlik sezmasa, demak, o'sha bajarayotgan yuklamalar shunday bo'lish kerakki, uni jismoniy imkoniyatlariga mos tusha bilish kerak. Ertalab sportchi turadimi, turgandan boshlab sport tibbiyoti shifokorining ish faoliyati boshlanadi. Ularni pulsini o'lchash, davleniyalarini o'lchash, boshlanadigan kunga sportchilarni tayyorlash, o'sha sportchida shikoyat yoki diskomfort sezyaptimi, sezmayaptimi, ana o'shani hammasini chambarchas bog'lash sport tibbiyoti shifokorini vazifasi bo'ladi. Yana jismonandan tashqari uni ruhiy holatini ham to'g'ri baholay olish kerak. Nazarimda shifokor to'g'ri. U murabbiy bilan. Shug'ullanish jarayonida tibbiy yondashuv bu ko'p qirrali jarayon. Ha, shunday. Faqat bu sportchining salomatligini nazorat qilishdan iborat emas. Sportchini normal, ratsional ovqatlanish tizimini shakllantirish. Sog'lom turmush tarziga avvalo o'zi amal qilish uni. Uchinchisi bu sportchida farmakologik korreksiya jarayonini olib borish. Va to'rtinchisi sportchining ruhiy faoliyatini ham nazorat qilib borish. Sport shifokori o'zini faoliyati jarayoni yuqorida aytgan 4 yo'nalishni olib boradi parallel. Shuncha xalq ichida shunaqa gap ketar ekanda, eng kuchli shifokorlar aynan sport shifokorlari degan xalq ichida gap bor. Va ular panadagi qahramonlar aslida. Kadr ortida qahramonlari, biz mana shu qahramonlarning ham hissasi bo'lgan yaxshi yangilikni sizlar bilan o'rtoqlashmoqchimiz. O'zbekiston bokschilari Mo'g'ulistonda o'tkazilgan Osiyo chempionati o'yinlarida umumjamoa hisobida 3-o'rinni egalladi. Bu natijaga o'z hissasini qo'shgan yosh bokschilarimizdan biri 60 kg vazn toifasida bronza medali sohibi Abdurahmon Mahmudjonov bugun studiyamizda. Boksda sportchining jismoniy kuchi aynan nima bilan belgilanadi? Ya'ni bokschi kuchli bo'lish uchun nima qilish kerak? Birinchi o'rinda tartib, intizom. Masalan, bizda mashg'ulotni yaxshi olib borsangiz, hammasi ringda o'zi chiqadi. Masalan, hammasi murabbiylarimizning nazoratida bo'ladi. Bu sportchiga ringda yaxshi ishlash uchun, shu yutish uchun yordam beradi deb o'ylayman. Masalan, boks yo'nalishida masalan, mashg'ulotni zo'r qilsangiz, agar uxlashingiz kechroq bo'lsa, turishingiz kech bo'lsa, masalan, mashg'ulotlarga xohish, istagi yo'q bo'ladi. O'sha hammasi bir-biriga chambarchas bog'liq bu narsalar. Mana o'zingizni yuqori formada ushlash uchun mana tibbiy ko'riklar qay darajada sizga yordam beradi, ishonch beradi? O'zi qanchada o'tasizlar mana shu tibbiy ko'rikdan? Har kuni bo'ladigan jarayonmi bu? Masalan, bizga qiziq bu jarayonlar. Musobaqadan oldin har kuni 2 mahal mashg'ulotda bo'lamiz. Bizi doktorlarimiz har mashg'ulotimizda biz bilan birga bo'lishadi, chunki biz boksda pulsni tez ko'tarib, tez tushirish, shunaqa degan narsalar bor.
shu doktorlarimiz shularni kontrol qiladi. Keyin o'shanga agar yaxshi bo'lsa vitaminlar yozib shunaqa ana qilishadi. Demak, doimiy ravishda nazorat ostidasiz. Ha, doimiy ravishda. O'sha masalan o'sha ringga ko'tarilishdan oldin u xoh mashg'ulot bo'lsin, xoh musobaqa bo'lsin, har kuni demak o'sha vazn o'lchovi, keyin o'sha qon bosimi o'lchovi shunaqa jarayonlar o'tadimi? Ha, har kuni masalan musobaqaga borgan paytingizda masalan ringga chiqib ketishingizdan oldin pulsingizni bir o'lchanadi. Chunki ringga chiqayotganda baribir hayajon bo'lsa, puls ko'tariladi. Bu narsa boksda o'zi hamma sportda bo'ladi. O'sha trenirovka jarayonida ko'proq pulsni ko'targan bo'lsangiz, ringga chiqib ketayotganingizni uncha bilmaydi hayajon. Dilshod aka, bu o'rinda aniq bir javobni bilasiz. Bu insonni ko'pchilik ayniqsa boks muxlislari yaxshi taniydi. Xalqaro toifadagi sport shifokori, Xalqaro boks konfederatsiyasining Osiyo qit'asi bo'yicha bosh shifokori, tibbiyot va antidoping bo'yicha komissiya raisi, O'zbekiston boks federatsiyasining shifokorisiz va sportchilarning tibbiy holati, o'sha natijalar uchun qanchalik muhim ekanligini sizdek yaxshi biladigan insonlar sanoqli. O'zi bokschilar uchun tibbiy imkoniyatlarimiz bizda qay darajada? Muntazam tibbiy ko'rikdan o'tadimi ular yo bir yilda ma'lum bir muddatlarda o'tishadimi? Bir yilda 2 marotaba chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikdan o'tkaziladi. Oddiy qilib aytganda dispanser hisobiga o'tish. Demak, har bir sportchida bo'ladigan salbiy oqibatlarni o'z vaqtida aniqlash, jarohat kasalliklar bo'lsa o'z vaqtida davolash va reabilitatsiya qilish, agar sog'lom bo'ladigan bo'lsa, buni navbatda kutilayotgan musobaqaga tayyorlash vazifasi yuklatilgan. Sportchilar bu sog'lom kontingent hisoblanadi. Agar sog'lom kontingent bo'lsa, shuncha e'tibor nimaga kerak degan savol tug'iladi. Birinchi va asosiy masala har bir sportchini oldinda kutilayotgan qaysi darajadagi bo'lishidan qat'iy nazar musobaqalarga sog'lom holatda yetkazish. Har bir mashg'ulot, o'quv yig'in jarayonida bu tabiiy holda bo'ladigan narsa metodologik xatoliklar ketadi. Bu nima degani? Bu musobaqaga tayyorgarlik ko'rish jarayonida olinadigan jarohatlar yoki kasalliklar. Mana shularni o'z vaqtida aniqlash, ularni oldini olish maqsadida o'tkaziladigan tadbirlarga har bir federatsiyaning shifokorlari javobgar hisoblanadi va mana shu metodologik xatolarni oldini olishda vrachlik pedagogik nazorat degan tushuncha bor. VPN deyiladi. Hozir mana yuqorida hamkasblarimiz sportchilar aytgandek, demak qon bosimi, tomir urishi, nafas olishi va uni kun davomidagi ruhiy va jismoniy tetikligi nazoratga olinadi. Bu har bir shifokorga qo'yilgan asosiy 4 ta masala. Mana shu 4 ta yo'nalish o'z vaqtida olib borilsa, sportchi musobaqaga tetik va ruhan yetuk holatda boradi. Natija ham o'shanga yarasha bo'ladi. Shaxsiy fikrim mani, o'sha sport shifokorlarini men sehrgarga o'xshataman. Bilasizmi nimaga? Mana shu futbol jarayoni bo'lyapti, o'sha jarohat oldi qaysidir futbolchi yoki bokschi, og'riqdan ingrab yotibdi, haligi sport shifokori keldida nimadir sepdimi, bo'ldi, o'ziga keldi haligi sportchi. Shunda nima qo'llaniladi o'zi? Albatta. Har bir sport shifokori birinchi navbatda o'z sportchisini yoddan bilishi kerak. O'z farzandi o'ziga bevosita tegishli inson sifatida qabul qilgan holda sportchi o'z shifokoriga ishonadi. Va bu jarohat jarayonida, sportchi oldiga chiqqanda birinchi yordam ko'rsatish jarayonida faqat dori bilan yoki boylam bilan emas, balki gap bilan ham o'sha vaqtda ruhiy holat degan ta'sir qiladi. Mana shunaqa jarohat olgan oddiy odam kamida bir haftada o'rnidan turadi-da. Albatta. Men ham shunga hayron qolaman. Ya'ni bir nimalardir qilasizlar, shu turib ketib qoladi o'zi. Yosh shifokorlar, malakasi hali yetarli bo'lgan shifokorlarning eng katta xatoligi ham shunda. Faqat birinchi yordam emas, balki birinchi yordam ko'rsatish jarayonida ruhiy dalda ham ruhiy tetiklikka, ruhiy kuch-quvvat berish bu majburiy hisoblanadi. Ana tajribali bo'lishi qay darajada ahamiyatli-da bu yerda shifokor. Sportchi o'rnidan turadi, musobaqani davom ettira olish qobiliyatiga ega bo'ladi. Qanday jarohatlar ko'p uchraydi amaliyotda? Boks amaliyotdan kelib chiqilgan bo'lsak, eng birinchi jarohatlar bu boshning yuz qismidagi jarohatlar, bu yorilish, qon quyilishi va burun suyagini sinishi demaylik, mayli qiyshayshi deb tushuntiramiz. Bu tabiiy jarohatlar. Burni butun bokschi o'zi bo'lmasa kerak. Biz haligi kurash vatanimiz, kurashda eng asosiy bitta nima, hamma biladigan bitta nima bor, halol. Qolgan sport turlari uchun ham bu juda ham muhim Bu qoida. har bir sportchi halol kurash. Ha, lekin afsuski biz mana shu halollikni buzilish tendensiyalariga guvoh bo'lamiz, ko'p o'qiymiz ijtimoiy tarmoqlarda, ommaviy axborot vositalarida antidoping qo'mitasi falonchining qonida falon narsa aniqlagani uchun o'yinlardan chetlatdi degan. Umuman bu sportchilar har qanchada antidoping nazoratidan o'tishadi, musobaqalar oldidami yoki boshqa vaqtlarda ham tekshirilib turiladimi ular? Jahon doping agentligining
so'nggi ma'lumotlari va ish uslubi nimaga qaratilgan? Doping analiz topshirishi yil davomida, kun davomida hech narsaga amal qilmagan holatda xohlagan vaqtda sinovdan o'tkaziladi. Bu musobaqa jarayoni, oldingi jarayon, musobaqa vaqtidagi jarayonlar hammasi o'sha antidoping agentligi tomonidan sir saqlanadi. Har bir professional sportchi, o'sha antidoping agentligi ro'yxatida turgan sportchi yil davomida o'zini lokatsiyasi, o'zini turar joyi, mashg'ulot joyi, musobaqa joyini ko'rsatib boradi. Har kvartalda bir marta bu yangilanib turadi va bu agentlik tomonidan tekshiruv yil davomida beto'xtov o'tkaziladi. Murabbiy va tibbiyot xodimini o'zaro hamkorligi sportchining muvaffaqiyatida juda muhim omil bo'ladi. Mana shu hamkorlik qanday tashkil qilinadi? Qanday ko'rinishda shu? Paralimpiya harakati tomonidan ko'radigan bo'lsak, bizda imkoniyati cheklangan shaxslar bilan bevosita bog'langanligimiz sababli murabbiylar va tibbiyot xodimlarining ishi sog'lom sportchilarga nisbatan chambarchas bog'liq. Har bir o'quv yig'in mashg'ulotlarimizda tibbiyot xodimlarimiz bevosita 24 soat davomida sportchilar bilan birga turishadi. Nonushtadan keyin sport shifokorining ishi boshlanadi. Undan keyin mashg'ulotlar jarayoni boshlanadi. Mashg'ulotlarda albatta trenerlar har bir sportchining sog'lig'i bo'yicha tibbiyot xodimidan o'ziga yarasha talabni qo'yadi. Men bugun shuncha yuklama qo'yaman, sportchi bunga tayyormi? Agar tayyor bo'lmasa, sport shifokorining ko'rsatmasisiz o'sha sportchi musobaqa yoki mashg'ulotlar jarayoniga qo'yilmaydi. Boya Dilshod aka bitta muhim prinsip haqida gapirdilar, halollik haqida gapirdingiz. O'zi umuman yurtimiz sport tibbiyot tizimi xalqaro standartlarga qay darajada javob beradi Iskandar aka? Sportchilar, turli davlatlarning sportchilari turlicha bo'lishi mumkin. Misol uchun, ma'lum bir aytaylik, musobaqada medallar o'ynanyapti, zo'ri yutib chiqsin, medalni olsin. Lekin tibbiyot bir xil. Butun dunyo tibbiyoti bitta narsa xizmat qiladi. U ham bo'lsa, sportchini salomatligini saqlash, kasal bo'lishga yo'l qo'ymaslik, travma olmaslikni ta'minlash. Hamma joyda sportchi odam, organizm bir xil, tibbiy nuqtai nazardan bitta obyekt hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan olgan paytda standartlar bir xil. Bitta standart dunyoniki bir xil. Lekin boshqa narsani aytishim mumkin. Sportga qo'yish nomenklaturasi bor. Bu biroz boshqa davlatlardan farq qiladi. Bizda yurak tug'ma yoki yurak ortilgan nuqsoni bor bo'lgan sportsmenlar bo'lishi mumkin. Masalan, aytaylik, biz unga doping bermaymiz. Chet elda misol uchun boshqa davlatlarda aytaylik kardioxirurgiya yaxshi rivojlangan joylarda jarrohlik operatsiya o'tkazilib tiklanganda shu insonni jismoniy imkoniyatlarga xalaqit bermaydigan darajaga olib chiqsa, yana u sportga qo'yilishi mumkin. Ba'zi bir joylarda tafovutlar bor, lekin tegi mazmunan bir xil. Milliy olimpiya qo'mitasi qoshida tashkil etilgan Respublika sport tibbiyoti ilmiy amaliy markazining sportchilarimizning Osiyo va Olimpiya o'yinlarida, jahon va qit'a chempionatlarida munosib natijalarga erishishda roli katta bo'lyapti. Tibbiy ko'riklar o'zi qay tartibda yo'lga qo'yilgan bu markazda? Ushbu markazda xorijlik shifokorlar bilan ham hamkorlik yo'lga qo'yilganmi? Mana shu haqda ham qisqacha gapirib o'ting. Chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rik o'tkazamiz yilda 2 marta. Biz o'sha yerda sportchilarni tabaqalashtiramiz. Maqsadi nima? Sportchilarni salomatlik darajasini baholab olish. Qiynab qo'ymaslik. Va bitta toifaga bo'lamiz. Sportchilarning salomatligida muammosi yo'q bo'lgan sportchilar bitta guruhga va u to'g'ridan-to'g'ri sport bilan shug'ullanishga ruxsatni oldi. Ikkinchisi, tahlillarda qanaqadir o'zgarish bor bo'lgan sportchilar unga qo'shimcha tahlil yozamiz. Ana o'sha asosda u vaqtinchalik cheklanib turadi sport faoliyatidan. Uchinchi toifa sportchilar bor. Ularda qanaqadir kasalliklar aniqlangan yoki travmadan keyin holatlar, biz uni shu holat bartaraf qilinmaguncha sport bilan shug'ullanishga ruxsat bermaymiz. Endi qiziq bir narsa, boya murabbiy hamda sport shifokori orasidagi munosabatlar tizimi. Bu yerda maqsadlar bir xil emas. Murabbiyning maqsadi o'zining sportchi yuqori natijaga erishsin, medallarni olsin. G'alaba qozonsin. G'alaba qozonsin. Shifokorning maqsadi shu qilingan faoliyat uni salomatligiga putur yetkazmasin. Har qanaqa holatda. Ahamiyatli salomatligiga putur hisobiga bu narsani olishimiz kerak. Chunki diqqat markazini birinchi navbatda inson turishi kerak. Uni salomatligi turishi kerak. O'zini hurmat qilgan murabbiy albatta shifokorning fikriga asosida jismoniy yuklamalar va kundalik jismoniy mashg'ulotlarni rejasini shakllantira olish kerak. Ana o'shanda tandem bo'ladi, hamkorlik bo'ladi va biror natija biza sog'lom sportchida yuqori natija olish imkoniyati paydo bo'ladi. Markazning moddiy texnika bazasi jahonda butkul mos keladi va tabiiyki o'sha sportchini butun organizmi holatini baholash imkoniyati, hattoki molekulyar genetik tekshiruvlar orqali uning genetik misol uchun irsiy imkoniyatlarini ochish imkoniyatiga egamiz hozirgi kunda.
Hozir yana Abdurahmonga yuzlamoqchiman. Umuman sportda g'alabani ta'minlash uchun sportchilarimizga ruhiy ko'mak ham muhim. Ya'ni hozir ustoz ruhiy biologik portret chizish haqida gapirdilar, lekin buni yana bir tomoni bor. G'alabani ham, mag'lubiyatni ham to'g'ri qabul qila bilish sportchilarga juda ham muhim. Ya'ni sizlar bilan bu borada psixologlar ishlaydimi? Qanday ishlaydi o'zi? Masalan, biz musobaqagacha psixologiya, mana boksda o'zi ko'proq psixologik tomondan tayyor bo'lsangiz, yutish imkoniyatingiz ko'proq bo'ladi. Masalan, psixolog masalan yutqizgan paytingizda o'zi sizga bu oxirgi musobaqangiz emas, bu bilan to'xtab qolish kerak emas, hali musobaqa oldinda deb yaxshi ko'mak beradi. Musobaqaga tayyorlanyapmizmi? Psixologlar sen eng zo'rsan, sen eng birinchisi bo'lasan deb ko'mak berishadi o'sha musobaqagacha. Bu sportsmenga juda yaxshi ta'sir qiladi, chunki masalan, men o'zim yo'nalishimdan kelib chiqadigan bo'lsam, boksda psixologiya juda katta rol o'ynaydi. Masalan, siz jismonan tayyor bo'lsangiz, lekin psixologik tomonlama tayyor bo'lmasangiz, ringda o'zingizni ishingizni qila olmasligingiz mumkin. G'alabaga intilish xususiyati bor. Muvaffaqiyatsizlikdan qochish xususiyati bor. Ana o'sha alohida testdan o'tkazamiz sportchilar. Shunaqasi ham bo'ladimi? Muvaffaqiyatdan qochish. Bu testda bilinadi. O'sha bu odamda qaysi xususiyat, qaysi motivatsion поведение kuchliroq. Men aksariyatni aytaman, misolda futbolda bizda g'alabaga intilish kuchli, muvaffaqiyatlikdan qochish kuchsiz. Demak, o'zi psixolog bilan aynan shu xususiyatni ko'tarish uchun bosh qotirishimiz kerak. Mana o'zi bitta gol urib qo'ysa, bo'ldi. Komanda o'tirib qoladi misol uchun. Maqsadlarni aniq qo'yishni o'rgatish kerak-da murabbiy bilan Qani shu jihatlarni biz bilmaymiz-da. Endi qarang, Qilo'joy Shotdagi bizda xalta ham gap bor. Misol uchun zo'r kim? Yiqilganda turib keta oladigan odam zo'r bo'ladi. Demak, muvaffaqiyatli ushladingmi? Sen yotgan joyini, yiqilgan joyini tura bilgan. Biz shuni ruhiy jihatdan sportchiga misol uchun singdirishimiz kerak. Endi mana keyingi savolim ham juda qiziqarli. Sport yeguliklari deyiladimi? O'zim ham masalan shu sport zaliga boraman, shug'ullanaman sport bilan va u yerda bitta burchak bor. U yerda o'sha xilma-xil o'sha biologik faol qo'shimchalar sotilyapti. Ya'ni ochiq bozorda sotilyapti va unga talab katta. Ko'ryapman, har kuni ketayotgan odam shu yerdan xarid qilyapti va qo'lligida doimiy ravishda ko'raman. Mana shu zalda shug'ullanadigan asosan shu erkaklarning qo'lida mana shu biologik faol qo'shimchadan foydalanish bor. Bu kabi biologik aktiv qo'shimchalarni foydalanishda shifokor tavsiyasi asosida qabul qilish kerakmi yoki buni o'sha murabbiy ham tavsiya qilsa bo'ladimi? Juda yaxshi savol bo'ldi. Bu nafaqat sportchilar uchun emas, oddiy xalq uchun ham juda muhim masala. Qirg'izistondagi avvalambor terminni tushunib olishimiz kerak. BAT o'zletish biologik faol qo'shimcha. U dori vositasi emas. U qo'shimcha ozuqa. Demak, zarari yo'q. Ikkinchisi bor, dori vositasi. Ofitsial farmakologik qo'mitadan o'tgan har bitta partiya, har bitta seriyasi miqdor jihatdan standartizatsiya qilingan mahsulot hisoblanadi. Dori bu alohida muammo. BAT har bir partiya seriyasini boyiga standartizatsiyasi qilinmaydi. Ko'pchilik misol uchun firmalar buni know-how qilib ishlab turadi. Eng katta bola ana o'sha yerda, ana o'sha kimyoviy moddalar sportda taqiqlangan moddalar bo'lishi mumkin. Hech kim buni istisno qila olmaydi. Dori mahsulotlari bilan biologik faol qo'shimchalar bu ikki xil dunyo. Doriga shifokor kafolat bera oladi uni dozasiga, ichish tartibiga va ichish kuniga nisbatan. BATga nisbatan bu narsani qo'llay olmaymiz, chunki ichki tarkibi kafolatlanmagan. Sportchilarni ko'pchilik bunga aldanib qolyapti. Oddiy qilib aytganda, xalq tushuntirib aytgan protein, kreatin, L-karnitin, arginin, yana boshqa bir qo'shimchalar, o'sha kukun holatidagi qo'shimchalarni musobaqaga tayyorlanish jarayonida o'zini berish vaqti, dozasi va uslubi bor. Hozirgi kundagi BATlarni bu rejaga hech qanday aloqasi yo'q. Qabul qilinayotgan barcha turdagi biologik faol qo'shimchalar o'z-o'zidan organizmga hech qanday ijobiy ta'sir ko'rsata olmaydi. Bu dorilarni sotishdan asosiy maqsad marketing, buni sotib yuborish. Butun jahon antidoping agentligi BATlarni tavsiya ham etmaydi, uni qabul qilishga monelik ham bermaydi, inkor ham etmaydi. Tushuntira oldimmi? Tanlovni o'zimizga qo'yyapti-da. Shu kunlarda 5 tashabbus
paralimpiyadasi, ommaviy sport tadbirlari ham o'tkazib borilyapti. Bugun inklyuziv sport muhitini yaratishda tibbiyot tizimi imkoniyatlari yoki salohiyati qay darajada? Ushbu savollar hozirgi lavhamizdan o'rin olgan. 5 tashabbus paralimpiyadasi. O'zbekistonda aholi, ayniqsa yoshlar va jismoniy imkoniyati cheklangan shaxslarni ommaviy sportga jalb qilishga qaratilgan muhim ijtimoiy loyihalardan biri. Ilk bor 2019-yilda davlat rahbari tomonidan taklif qilingan loyiha yoshlarni madaniyat, san'at, sport, axborot texnologiyalari va kitobxonlikka jalb qilishni maqsad qilgandi. Aynan shu tashabbusning sport yo'nalishi doirasida keyinchalik inklyuziv yondashuv ham kuchaytirilib, parasportga alohida e'tibor qaratila boshlandi. Shuningdek, 5 tashabbus paralimpiyadasi 2023-yildan boshlab muntazam o'tkazila boshlandi. Bu yilgi 5 tashabbus paralimpiyadasi 10 apreldan 25 aprelga qadar birinchi bosqichi boshlangan. Va ta'kidlashimiz lozimki, o'tgan yilga nisbatan qamrov rejasi nogironligi bo'lgan shaxslar o'rtasida 70 mingdan ziyod bo'lgan bo'lsa, bu yilgi qamrovimiz 125 mingdan ziyod nogironligi bo'lgan yurtdoshlarimizni qamrab olganmiz. Musobaqalar odatda hududiy bosqichlardan boshlanib, respublika bosqichigacha davom etadi. Xususan, o'tgan yillar davomida 50 ta tuman va shaharlardan qariyb 20 mingdan ortiq yoshlar qamrab olingan. 5 tashabbus paralimpiyadasi 4 ta qismga bo'linib, o'shalardan 10 dan ziyod sport turlari mavjud. Masalan, para badminton, para yengil atletika, 100 metr yugurishdan tashqari shashka shaxmat, stol tennis kabi sport turlari mavjud. Bundan tashqari paralimpiya doirasida para dzyudo, para taekvondo kabi sport turlari bo'yicha bellashuvlar tashkil etiladi. Ta'kidlash kerakki, ushbu olimpiadalar orqali minglab yoshlar o'z iqtidorini namoyon qilish, jamiyatda o'z o'rnini topish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Studiyamizda sizlardan tashqari sun'iy idrokka ega ekspertimiz ham bor. Ismi Donoxon. Donoxonga savol bilan yuzlanamiz. Sun'iy intellekt biometrik ma'lumotlar asosida har bir sportchi uchun individual salomatlik dasturini, jadvalini tuzib berishi mumkinmi? Ha, sun'iy intellekt biometrik ma'lumotlar asosida har bir sportchi uchun individual salomatlik dasturini tuzib berishi mumkin. Buning uchun u yurak urishi, uyqu sifati, jismoniy yuklama, tiklanish darajasi kabi ko'rsatkichlarni tahlil qiladi. Shu ma'lumotlarga tayanib, sun'iy intellekt sportchiga mos mashg'ulot jadvali, dam olish vaqti va ovqatlanish rejasini shakllantiradi. Masalan, agar charchoq yuqori bo'lsa, yuklamani kamaytiradi yoki tiklanish mashqlarini tavsiya qiladi. Bundan tashqari, u jarohat xavfini oldindan aniqlab, profilaktika choralarini ham ko'rsatishi mumkin. Natijada sportchi samaradorligi oshadi va salomatligi yaxshiroq nazorat qilinadi. Lekin baribir bu tizimlar shifokor va murabbiy nazorati bilan birga ishlatilganda eng samarali bo'ladi. Qo'shlasam shifokor sifatida. Mana hozir shu joyi o'zida bitta isbotini keltiraman. Agar sportchida ruhiy charchoq, jismoniy charchoq kuzatilsa, degan joyi ketdi. Mashg'ulotni yuklamasini kamaytiradi. Bu noto'g'ri narsa. Musobaqagacha bo'lgan davrda 3 ta bosqich o'tish bu majburiy hisoblanadi. Bu bazaviy etap, keyin umumiy jismoniy tayyorgarlik, baza, musobaqadan oldingi etap. Bularga qo'yilgan 3 ta bosqichdagi yuklamalar hammasi bir-biridan tubdan farq qiladi. Sun'iy intellektga ishonib hozir agar jismoniy yuklamani kamaytiradigan bo'lsak, o'z-o'zidan bu sportchimiz Formadan chiqib ketadi. Formadan chiqish u yoqda tursin, musobaqaga yetib borish jarayonida To'ppa-to'g'ri. o'z-o'zidan o'zining o'rnini ikkinchi raqamli sportchiga topshirib qo'yish mumkin. Endi men o'zim shaxsan kuzatgan bir holat, bu paradoksga ham o'xshaydi. Masalan, viloyatlarda sportchilarga yordam beradigan, ularga tibbiy xizmatlar ko'rsatish imkoniyatlari markazga nisbatan pastroq, lekin chempionlikka salohiyati baland yoshlar aynan o'sha yoqlardan chiqib keladi ko'proq. Mashaqqati toblanishadi. Ha, bu nima bilan bog'liq? O'zi bu sohada bizda kadrlar masalasi savolini o'rtaga chiqaradi, kun tartibiga chiqaradi bu. Viloyatlarga masalan yaxshi murabbiylar kerak, sport tibbiyotchilari kerak. Bu masalalar qanday yechilyapti? Mana hozir Milliy olimpiya qoshidagi ilmiy amaliy markaz. Mana shu markazni viloyatlardagi bo'limlarini ochish vaqti ham yetib keldi. Demak, biz yana bitta fikrga borishimiz kerak. Viloyatlar demak juda ham orqada qolib ketgan. Har bir viloyatda olimpiya sport turlariga moslashgan kollejlar bor. Mana bu kollejlarda oliy toifali pedagoglar, shifokorlar ishlab kelmoqda. Bularning har bittasi masalan Toshkent shahrida malaka oshirish kurslarida o'qishadi. Bu bevosita hamma viloyatlarga teng taqsimlangan. Ya'ni sifat bir xil demoqchisiz. 13 yoshdan boshlab musobaqalashish rejalari bor. Barcha sport turlarida. Kichik o'smirlar, o'smirlar, yoshlar va kattalar. Mana shu har bitta bosqichni o'tib kelish jarayonida hududlardagi sportchilarimiz toblanib, bosqichma-bosqich dunyo qarashi, sport mahorati oshib borgan
taqdirda respublika miqyosiga yetib borishadi. U yerda 1-o'rindan 5-o'ringacha bo'lgan mukofotlangan sportchilar albatta terma jamoaga chaqiriladi. Va endi bundan buyog'iga o'sha asosiy terma jamoada federatsiyani bevosita rahbarligi ostida ana undan keyin biz dunyoni zabt etishni boshlaymiz. Hududlarda e'tibor kam degan tushunchani kamaytirishni maqsadida aytayman, lekin boya aytganimizdek shu tibbiyot markazini, demak filiallarini viloyatlarda ochish vaqti ham demak yetib kelgan ko'rinadi. Biz o'sha mutaxassislar yetadimi deganni o'sha siz kabi tibbiyot xodimlarini nazarda tutdik. Albatta mutaxassislarimiz hozirgi kunda mana tibbiyot oliygohlarimizda yetarli darajada tahsil olyapti. Ana shuni to'g'ri va aniq tashkil qilish maqsadida sport tibbiyot yo'nalishi bo'yicha davlat dasturi ham bor. Endi aytmoqchi edim, bu alohida yo'nalish bormi sport tibbiyoti degan? Bu alohida yo'nalish shu kungacha yo'q edi. Hozirgi kunda bu o'qitilyapti. Men faxrim bilan aytaman, bu haqiqiy tarixiy voqea. Yurtboshimiz darajasida imенно sport tibbiyoti sohasi bo'yicha alohida prezident qarori chiqarildi. Ana shu prezident qarorida aniq oydin etib qo'yilgan. Demak, sport tibbiyotini sohasini yanada rivojlantirish, u yo'nalish bo'yicha sport farmakologiyasi, sport diyetologiyasi, sport psixologiyasi bo'yicha alohida mutaxassislarni tayinlash va alohida fakultet ochish sport tibbiyoti institutida va shu fakultet 23-yilda ochildi va u Chirchiq filiali deb nomlandi. Aynan shu fakultet hozir bakalavriat bosqichida aynan shu yo'nalish bo'yicha 4 ta alohida yo'nalish bo'yicha mutaxassis tayinlaydi. Albatta, sportchi yuqori natijani ko'rsatishi uchun katta mehnat, to'g'ri yondashuv va asosiysi sog'lom organizm eng muhimi. Va mana shu muhim jihatni shakllantirishda studiyamizga bugun kelgan mehmonlar kabi sport tibbiyoti xodimlarining o'rni hamda ahamiyati beqiyos. Har bir chempion ortida nafaqat mashaqqatli mehnat, balki uni asrab-avaylayotgan, jismonan va ruhan qo'llab-quvvatlayotgan fidoyi mutaxassislar armiyasi turadi. Ular bor ekan, sportchilarimiz ishonchli qo'llarda ekanidan xotirjam bo'lamiz. Hammaga rahmat mazmunli suhbat uchun.